好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语院校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是阿里木来乌鲁木齐2。Bugün bizning o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz Ali Mu lay Ulumuchi, ya'ni olimning Urumchiga kelishininki ikkinchi bo'limi. O'xshash darsimizni avval so'zlik bilan boshlaymiz. 那么一样，我们呢先从我们的生词总动员开始。好，那我们来看一下今天的生词。第一个有，有， qanday yozdi ekanmiz? 横撇竖横折钩横横 有 degan bu so'zningki ma'nosi bor. Masalan, menda kitob bor desak, 我有书 我有书 menda qalam bor, 我有笔 我有笔 mening ikki akam bor, 我有两个哥哥 我有两个哥哥 有 degan bu xatninki jumlaning ichidagi o'rni palonchi odamda palonchi narsa bor desak, shay kim u? 有 degan shu so'zni akilib shamma nima narsa deb ishlasak bo'ldi. shay 有什么 好, menda 100 qo'y pul bor desak, 我有100块钱 desak bo'ladi. 好，这是第一个词。那么第二个词个 bu xatninki yozilishi pe na shu 非常的简单, nihoyatda oson. Ustiga qarsak bir odamdek, ostiga bir tal tayoq qo'yib qo'ygandek. Q degan bu so'zningki ma'nosi tal dona. Nimani ko'rsatib berdi desak, miqdor bo'lib ma'nosi. Masalan, bir tal olma desak, 一个苹果 bir odam desak, 一个人 等等. 好, Q degan bu so'zningki ma'nosi tal dona, ya'ni jumlaning ichida miqdor so'z bo'lib ma'nosi. Ismninki oldiga aytilamiz. Bayam nima dedik? Bir tal olmani 一个苹果 deganga o'xshashsa. Unda bo'lsa, keyingi so'z 朋友 peng degan bu so'zga qarasak, yozilishi pe hang zhe gou hang hang. Bu nima xatti? Yue degan xat. Ikki tal yue ni biriga aytsak, peng degan xat. Yue degan xatninki ma'nosi oy. Unda bo'lsa, ayda birga bo'ladigan bu odamlar do'st bo'ladi deb tushunsak bo'ladi. 朋友 ma'nosi do'st. 有 degan xatning yozilishi hang pie, andan bir tal yu hang pie na. 好, 朋友 do'st. Bu mening do'stim, 这是我的朋友. 这是我的朋友. Mening ikki yaxshi do'stim bor desam, 我有两个好朋友 我有两个好朋友 desak bo'ladi. 朋友 ma'nosi do'st. 下一个词做 做 degan bu xatninki yozilishi pe shu, ya'ni 单人旁一个古 古代的古 keyni bir tal 反文 反文. 那么做 degan bu xatninki ma'nosi qilmoq, etmek deganni bildirdi. Masalan, tamoq etish desak, tamoqni fan deymiz. Tamoq etish bo'lsa, 做饭 做饭. Ha, unda bo'lsa, topshiriqni 作业 deymiz. Endi topshiriq ishlash bo'lsa, 做作业 做作业. Ha, ish qilish desak, 做事 做事. Nima ishlatgan vaqtimizda, masalan, siz nima ish qilyapsiz desak, 你在做什么 你在做什么 Men tamoq etyapman, 我在做饭 我在做饭 desak bo'ladi. 好, 做 degan bu so'zningki ma'nosi qilmoq, etmek. Keyingi so'z 明 pe hang pe 点 shu hang zhe hang ostiga bir tal kou. 明 degan bu so'zningki asli ma'nosi ismti. Oldi degan vaqtimizda ismingiz nima degan vaqtimizda 你叫什么名字 deb shu vaqtida chiqqan. Endi bugungi bu yerga kelgan chaqda
bu so'zningki ma'nosi ism emas, balki miqdor bo'lib ma'noda. Shu vaqtida bir nafar yoki bo'lmasa shu odamlarningki miqdor so'zi bo'lib ma'noda. Masalan, bir muallim degan vaqtimizda yi ming jiao shi, bir o'quvchi degan bo'lsak, yi ming xue sheng desak bo'ladi. Ming asli ma'nosi nima edi? Ism. Nima? 下一个词出租车 出租车 bu so'zningki ma'nosi taksi. Xo'p, chu degan xatga qarab baqsak, shu zhe shu 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 zhe shu. Xo'p, chu chiqish degan ma'noda. Zu pie heng shu pie na, 这是一个和degan xat. Shu heng zhe heng heng heng. Zu oriyat berish, ijara berish degan ma'noda chiqadi. Che heng pie heng heng shu. Nima che degan bu so'zningki ma'nosi mashina. Chiqarish, oriyatga berish, mashina qo'shib kelsak taksi deganni bildirdi. Ha, masalan, men taksi haydayman desam, haydash deganni kay deymiz. Kay heng heng pie shu, kay ichishdiki kay. Ha, shu vaqtida 我开出租车 我开出租车 desak bo'ladi. Undan boshqa, masalan, siz qandoq keldingiz? 你是怎么来的? 你是怎么来的? Men taksiga o'ltirib keldim desak, 我是坐出租车来的. 我是坐出租车来的 desak bo'ladi. 出租车 ma'nosi taksi. Keyingi so'z siji. Siji avval yozilishiga qarasak, heng zhe gou, heng shu, heng zhe, heng. Si degan xat. Ji 一个木 andan 几个deki ji qo'shib kelsak ji bo'ladi. Siji ma'nosi shopir. Ha, men shopir desam, 我是司机 我是司机 Men bir taksi şoförü desem 我是出租车司机 Yani bayamqı nafar deganni qo'shib aytgan bo'lsak miqdorsini. Shu vaqtda bu jumladan hammasi qo'shib kelsak 我是一名出租车司机 我是一名出租车司机 bo'lib chiqadi. 出租车 taksi, 司机 şoför, taksi şoför desek 出租车司机. Ha, onda olsa keyingi so'z shuay. Yozilishi shu pie, andan shu heng zhe gou shu. Shuay degan bu xatniki ma'nosi kelishgan. Endi bu xatniki yozilishiga qarasak, bu xat qaysi xatga o'xshaydi ekan? Lao shi deki shi degan xatga o'xshaydi ha. Nima lao shi deki shi degan xat shu pie qilib bo'lib ustida yana bir tal heng, anda shu heng zhe gou shu. 这是shi degan xat. Lekin shuay degan xatda ustida nima? Mana do'ppisi yo'q deb tushunsak bo'ldi ha. Xo'p, shuay ma'nosi kelishgan. Masalan, mening dadam nihoyatda kelishgan desak, 我爸爸很帅 我爸爸很帅 Siz bek kelishgan ekansiz desak, 你太帅了 desak bo'ladi. 你太帅了 Nima, mushu 你太帅了degan vaqtimizda bu so'z yana bir xil ma'noni bildiradi. Siz kelishgan ekansizdan boshqa yana bak qaltisgansiz deganini bildiradi. Masalan, bir odam ma'lum bir xizmatni shundoq yaxshi qilib o'tgan bo'lsa yoki masalan bisa musobaqalarda birinchiga erishgan bo'lsak, nima biz shu odamning maqtab ni tayshayla desakmi bo'ladi. Bu so'zningki ma'nosi nima bo'lib ma'noda vaqtida siz bak qaltisgansiz deganini bildirdi. Xo'p, shu qanaqdadir kelishgan degan ma'noni bildirdi. Eg'iz tilda siz ni tayshayla desak, ya'ni siz bak qaltisgansiz deganini bildiradi. 好，下一个词挺 Yozilishi heng shu gou ti 提手旁撇横竖横 and then 一个剑字旁
ting degan bu so'zni ekelsak, ma'nosi xili, bak degan ma'ni bildirdi. Masalan, xili yaxshi desak, ting hao, ting hao. Bu so'zning shu xarakteriga qarasak, ravish bo'lib ma'noda ko'pintisi pil yoki sifatlarning darajasini oshirib beralaydi. Masalan, yaxshi desak, hao. Xili yaxshi desak, ting hao. Egiz desak, gao. Xili egiz desak, ting gao. Men bugun xili xushal desak, 我今天挺高兴的。我今天挺高兴的。U bola xili kelishganga desak, 他挺帅的。他挺帅的 desak bo'ladi. 挺 xili. 好，下一个词打算。那么打算这个词的意思呢是 qilmoqchi. Yani özününki nimisini planını gösterip beradi. Masalan, siz ata nima qilmoqchi degan bo'lsak, udullam qiladigan ishingizni so'ragan bo'lsam, u vaqtida 你明天做什么 desak bo'ladi. 你明天做什么? Nama, lekin bu yerda qarshi tarafninki atida qilmoqchi bo'lgan ishininki shu planini, masalan, ati siz bir kunni qandoq o'tkazmoqchi, nima ishlarni qilmoqchi deb so'ramoqchi bo'lsa, u vaqtida 你明天打算做什么? 你明天打算做什么 desak bo'ladi. Yoki buningda atini so'rsak bo'ldi, kelar hafta, kelar oy, kelar yili bo'lsa-mu bo'laverdi. Yoki bo'lmasa cho'ng bo'lgandan keyin nima ish qilishni o'ylashyapsiz desak, 你长大以后打算做什么? 你长大以后打算做什么? Bu qarshi tarafninki shu xizmatiga qarta so'rgan savol bo'lib qoldi. Masalan, men cho'ng bo'lgan chaqda muallim bo'laman yoki bo'lmasa sodiga bo'laman degan bo'lsam, u vaqtida 我长大以后打算当一名老师，或者是我长大以后打算做生意 desakmi bo'ladi. 好，下一个词想 ezilishi 一个木 yağıştaki mu. Yana bir tal köz, yencingde mu. Onun astığı bir tal yürek, yiga şin. Şang degan bu sözdeki ma'nosi o'ylash, aslash degan ma'nosi var. Masalan, men yurtimni o'ylayapman, aslayapman degan bo'lsak, 我想我的家乡。好，我想我的家乡。Yani sevinish degan ma'nosi bor. Masalan, men sizni sevindim desam, 我想你，我想你。Apamni sevindim, 我想妈妈，我想妈妈 desak bo'ladi. Uningdan boshqa yana maqchi, mehchi degan ma'noni bildiradi. U vaqtida shu ma'lum bir ishni qilg'ingizningki bog'liqini bildirdi. Masalan, mening uyqum kelyapti. 我想睡觉. Mening uyqum kelyapti. 我想睡觉. Mening uyga ketkim kelyapti. 我想回家. 我想回家. 好，bu yerda ma'lum bir ishni qilgingiz kelgan bo'lsa, 我想怎么样. Nima, bu shu ustidagi 打算 ga qarta ishlatgan bo'lsak, masalan, 你长大以后打算做什么? Siz cho'ng bo'lgandan keyin nima ish qilmoqchi? 我想当一名教师. Mening bir muallim bo'lg'im bor. 我想怎么样. O'zingizningki qilgingiz bor ishni demoqchi bo'lsangiz, 我想 deb keyiniga shu ishni desangiz bo'ladi. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z jin. Ezilishi han peshu. Jin, ya'ni quduq degan ma'noni bildiradigan so'z. Uning oldiga bir tal zovjidi. Jin ma'nosi kirish. Agarda hozir biz shik chekkan bo'lsa, men nima deyman? Qinjin. Qinjin 那就是 kiring degan ma'noni bildiradi. Jin kirish. Masalan, u yoq kirdi degan bo'lsa, ta jinlala. Nima, chaqan kiring desak, 快进来 desak bo'ladi. 好，进 ma'nosi kirish. Endi keyingi so'z
家degan bu söz üstüde bir tal bağgay tov hang pie wango pie na. Nama ja degan bu söz aldıda biz jaşang degan vaqtimizda chiqqandi. Jaşang degan ma'noni bildigan chaqda ja nimadan derak berdi? Uy, oila. Endi bugungi bu darsda bu ja buningki ikkinchi ma'nosini ishlatamiz, ya'ni miqdor. Nimaning miqdori? Dukkan, shirkat, guruh qatorliqlarningki miqdori ja bo'lib mangdi. Masalan, bir magazin degan bo'lsak, yi jia shangdian deymiz. Yi jia shangdian. Bir soda saray degan bo'lsak, yi jia shangchang. Yi jia shangchang. Bir shirkat degan bo'lsak, yi jia gongsi. Yi jia gongsi. Men bir shirkatda ishlayman desam, 我在一家公司上班. 我在一家公司上班 desek bo'ladi. Ja qancha xil ma'nosi bor? 2. 3 desek mi bo'ldi? Birisi uy, amaliyotda mushtaq turayotgan uy. Ikkinchisi oila. Voda ja u abstrakt ma'noni bildirdi. Uningdan boshqa uchinchisi miqdor. Ya'ni shirkat, do'kon qatorliqlarningki miqdori bo'lib mangdi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 公司 yazilishi 撇捺撇折点公 si deganimiz bayamqi sijidagi si degan xat shu hang zhe gou hang shu hang zhe hang gongsi ma'nosi shirkat. Bu shirkat nihoyatda yaxshi desak, 这家公司非常好. 这家公司非常好. 那么 bu nim shirkat desak, 这家或者说这是一家什么公司? Bu bir qandaq shirkat? 这是一家什么公司? yoki bo'lmasa 这是一家什么样的公司 都可以. Sizlarning shirkat qayerda desak, 你们公司在哪儿? 你们公司在哪儿 desak bo'ladi. 公司 ma'nosi shirkat. 好，下一个词当 qanday yozamiz? Shu点点qilib anda hang zhe hang hang ma'nosi bo'lish yoki bo'lmoq. Masalan, siz cho'ng bo'lganda nima bo'lg'ingiz bor? 你长大以后想当什么? 想当什么? Mening muallim bo'lg'im bor, 我想当一名老师. Mening doktor bo'lg'im bor, 我想当一名医生. 我想当一名医生. Saqchi bo'lg'im bor, 我想当一名警察. 我想当一名警察 都可以. 当 bo'lmoq, bo'lish deb tushunsak bo'ladi. 好, uningdan boshqa 职员 yazilishi hang shu shu hang hang hang. Bu nima? Ardodagi ar, quloqdagi ar. Keyni shu hang zhe hang 一个口，下面是两个点。圆 degan xat shu hang zhe hang yana bir tal口. Asti 一个贝，宝贝的贝. 职员 xizmatchi xodimni 职员 deymiz. Bu yoq bizning shirkatimizdagi xizmatchi xodim desak, 这位是我们公司的职员. 这位是我们公司的职员. Men bir shirkatningki xizmatchi xodimi desak, 我是公司的职员. yoki bo'lmasa, 我是一家公司的职员 desak bo'ladi. 职员. Bizning shirkatda xizmatchi xodimdan 30 bor desak, 我们公司有30名职员 desak bo'ladi. 好, 职员 ma'nosi xizmatchi xodim. Unda bo'lsa, keyingi so'z 不错. Bu degan bu xatning yozilishi hang pie shu点 yoq degan ma'noni bildirdi. 错 oldi bir tal ching zib hang. Shunaqa pie hang 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 shu ti.
Andın macidi hang shu shu hang asты bir dal kou. 好，这是错。错 degan xata, bu degan emas. 不错. 不错. Ma'nisi xata emas. Undaq emas. Bu 错 deganimiz yaman emas, ya'ni xili yaxshi deganni bildirdi. Masalan, bu oyog'ninki sufti qandaroq ekan desak. 这双鞋子的质量怎么样？这双鞋子的质量怎么样？ Yaman emas ekan. 不错. Siz qandaroq turibsiz? 你好吗? yoki bo'lmasa 你过得好吗? Yaman emas. 不错. Apangizning salomatligi yaxshimi? 你爸爸妈妈身体好吗? Yaman emas. 不错. desak bo'ladi. Nima o'xshash? O'rganishingiz qandaroq? 你学习好吗? Yaman emas. 不错. 好, 不错 degan bu so'zningki ma'nosi nima bo'ldi? Yaman emas, ya'ni xili yaxshi deganni bildirdi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 医生. 医生. Ha, yozgan vaqtimizda hang, andin o'tiriya pie hang hang pie dian, andin shu zhe. 生 pie hang hang shu hang. Ha, 医生. 医生 degan bu so'zningki ma'nosi doktor. Mening opam doktor desak, 我妈妈是医生. 我妈妈是医生 desak bo'ladi. 医生 degan so'zningki ma'nosi doktor. Undan boshqa sizning xizmatingiz nima desak, 你的工作是什么? 你的工作是什么? Mening xizmatim doktor. yoki bo'lmasa men bir doktor desak, 我是医生. 我是医生 desak bo'ladi. 好, 医生 ma'nosi doktor. Keyingi so'z 老师. 老师. Bu so'zni men chiqitdim deb bo'ldim. 老师 ma'nosi muallim. Ha, yozgan vaqtimizda hang shu hang bir dal tu, pie qilib anandikin astiga pie shu wango lao degan xat. Shi degan bu xat qandaqdi? Iliqi shuy degan xatning ustiga bir dal hingni qo'shib olsak, 就是shi degan xat, ya'ni shu pie hang shu hang zhe gou shu. 老师意思呢是muallim. 好, mening akam muallim desak, 我哥哥是老师. 我哥哥是老师. 好, mening cho'ng bo'lganda muallim bo'lg'im ba desak, 我长大后想当一名老师. 想当一名老师 desak bo'ldi. Uningdan boshqa muallimga salom qilgan vaqtimizda, muallim yaxshimisiz deganni qanday deymiz? 老师好 desak bo'ladi. 老师好deganimiz muallim yaxshimisiz degan ma'noni bildirdi. 好, 那么下一个词 银行. 银行. Yin degan bu so'zningki ma'nosi kumush. Yezilishi pie hang 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 shu ti. ya'ni 金字旁. Anandiki majidi iliqi back nighty degandiki han degandan yermi. Hang zhe hang hang shu ti pie na. Yin hang deganimiz bu xatni doim ko'rib turmiz. Iga shuang ren pang anandiki hang hang shu gou. Yin hang ma'nosi banka. Nega borasiz? 你去哪儿? Men bankaga boraman. 我去银行. 我去银行. Qayerda ishlaysiz? 你在哪儿工作? 你在哪儿工作? Men bankada ishlayman. 我在银行工作. 我在银行工作. 银行 banka. 好, keyingi so'z 从事. 从 bu xatga qarsak pie den, хорошо pie na. Nima ekan? Ikki odamni qo'shib qo'ygan.
Yani bu çoğun degan bu sözden ki özünün ma'nisi ergishish. Adamның keyniga adam ba, unimo ergishish bo'lib mangdi. Shi deganimiz ish degan so'z. Shu vaqtda qanday yoz deganmiz? Hang, shu, hang, zhe, hang. Anda hang, zhe, hang, hang. Eng oxirida shu, go deb tatimiz. 从事 shug'ullanish degan ma'noni bildirdi. Masalan, 你从事什么职业? Siz nima xizmat bilan shug'ullanasiz? 你从事什么职业? 你从事什么职业? Na javobimiz masalan, men doktor degan bo'lsak, 我是医生 desak bo'ladi. 你从事什么职业? 我是医生，我是一名医生。你从事什么职业? 我是老师 desak bo'ladi. 从事 shug'ullanish. Ha, keyingi so'z 职业. Hozir dedik, 职业deganimiz kasb. Yezilishi 职 degan xat bayamqi 职 yuanning ichidan chiqib bo'ldi. Shunaqa 一个 r, ardo 的一个 r. Keyingi bir tal 知 一只两只的知 上面一个口，下面两个点。业 deganimiz 数数 anan degan 点点 hang 业 kasbni bildirdi. 职业 kasb. Shu kasb degan so'zga kelgan vaqtimizda qanchasi bor desak, bir nechasi bor. Buning ichida masalan, birinchi bo'lib 专业. 专业. 专业deganimiz kasbni bildirdi. Lekin bu 专业degan qaysi kasb desak, oliy maktabda siz tanlagan, o'qiyotgan kasbni 专业 deymiz. Masalan, men hozir oliy maktab o'qiyotgan bo'lsam, sizning kasbingiz nima deb so'rasa, 你的专业是什么 desa, masalan, men mushu qonun o'rgangan bo'lsam, 我的专业是法律 desam bo'ladi. 我的专业是法律. Agarda men hanzu tili o'rganayotgan bo'lsam, o'sha 我的专业是中文 我的专业是中文 desak bo'ladi. Bu 专业deganimiz qanday kasb? Oliy maktabda o'qigan kasbni 专业 deymiz. Endi bu madarisdagi 职业 deganimiz xizmatingizga qarta, ya'ni siz shug'ullanayotgan shu xizmatga qarta bo'lgan kasbni 职业 deydi. Masalan, bir odam mendan 你的职业是什么 desa, 你的职业是什么? Agarda men bir o'quvchi bo'lib qolgan bo'lsam, o vaqtida o'sha 我是学生 deyman. Nima 学生 mening kasbimmi? Yo'q. Lekin men xizmat qilmaganlik uchun o'sha 学生 deyman. Agarda men doktor bo'lgan bo'lsam, 我是医生 yoki bo'lmasa 我是公司职员 men shirkatningki xizmatchi xodimi desam bo'ladi. O'zingizniki qilayotgan ishingiz nima bo'lsa, shuni desangiz bo'ladi. Nima agarda men bir savdogar bo'lib qolgan bo'lsam, 我是商人 desam bo'ladi. 我是商人 desam bo'ladi. 职业 bilan 专业 ikki kasb o'xshamaydi, ha? Ha, unda bo'lsa, eng oxirgi so'z 警察. 警察 ma'nosi saqchi. Nima 警 degan bu xatga qarasak, 一个草字头横竖竖 anan degan 一个句号的句撇横折钩 anan ichida bir tal 口 竖横折钩横. Ondan majida 一个反文撇横撇捺 ostida yuyendagi yen 点横横横 竖横折横. Nima 这是警 degan xat. 警 degan bu xatniki ustidagisi hurmat deganni bildirdi. 警 hurmat. Ostidagisi gap so'z. Nima saqchi biz eng hurmatlaydigan odamlar, chunki ular bizni qo'g'dab turdi. Shuning uchun hurmat anandikin ostida gap so'z degan bir xat chiqdi. U 警 ya'ni saqchi deganni bildirdi. 那么茶上面是一个宝盖头，安能撇横撇点点，安能diken横折捺横横竖钩撇点saq bo'ladi. 警察 ma'nosi nimdadir? Saqchi. Mening akam saqchi desak, 我哥哥是一名警察. Mening cho'ng bo'lganda saqchi bo'lg'im bor desak, 我长大后想当一名警察. 我长大后
想当一名警察desek болады. Hal, onda xo'sa, bugungi o'rgangan barliq so'zlarni bir takrar qilib o'tamdik. Menga ergishib, tang o'qishni unutib qolmanglar. 有个朋友坐名出租车司机帅挺打算想进家公司当职员不错医生老师银行从事职业警察。好，那同学们，今天的课呢，我们就先上到这里。Onda xo'sa savoqdaşlar, bugungi darsni mishagicha o'tdik. 今天的内容你都学会了吗？听懂了吗？ bugungi mazmunlarni tushundingizmi? Hammani bildingizmi? Onda xo'sa, bugungi topshiriq har bir so'zni ikki qo'rdan ko'chirib, o'ttirdagi 3 so'zlikni tanlab, jumla tuzib yeting. 那今天的作业呢，跟以前呢是一样的。每一个生词抄2行，选择其中的3个，造3个句子就可以了，好吗？希望同学们都能够按时完成。那我们下一期再见。Onda xo'sa kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.